Assalomu alaykum azizlar. Bugun Yakkasaroy mahallaga kelganmiz. Orintirimiz salomatina. Xo'p, uyimizning umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr ekan. Birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Ko'rib turganingizda yashil hududimiz bor. Shunday yonida o'zini hojatxonasi turibdi. Xo'p, endi sizlar bilan uy ichini ko'rib chiqamiz birgalikda. Ketdik. Xo'p, shunaqa kattagina mana bunaqa yo'li bor ekan. Bemalol 2 ta mashina sig'ar ekan. Xo'p. Bismillah. Xo'p, azizlar, kirishimizdan shunaqa koridorcha, yonida shunday oshxonamiz bor. Oshxonamizdan ham kafellarga e'tibor berasizlar. Juda ham bir did bilan qilingan ekan. Xo'p, mebel texnikalarini uy egalari bilan xohlasanglar kelishib qilasizlar, xohlasanglar o'zingizlar qilib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu yerdan chiqishimiz bilan to'g'rida zalimiz joylashgan. Neoklassik usulda qilishgan ekan. Juda ham chiroyli did bilan qilingan ekan. Xo'p, bu yerdan chiqishimiz bilan bitta ota-onalar xonasi qilingan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Aboylarga e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli. Birinchi qavat uchun sanuzilimiz. Xo'p, akalar, podval qismiga tushib chiqamiz. Xo'p, podval qismida birinchi xonamiz. Bu yerda ham bemalol zal qilib foydalansanglar bo'ladi yoki o'rtoqlar kelganda kinoteatr qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Chiqishimiz bilan yana bitta xonamiz. Xo'p, bu yerdan chiqishimiz bilan bitta холодный xonamiz, banka, o'zingizlar ayol kishilar bilishadi nima saqlashni. Bu yerda uyimizning yuragi, katel xonamiz. Xo'p, alohida zinaga o'zingizlar baho berib ketasizlar. Yong'oqdan ishlatilgan ekan barchasi. Chiqishimiz bilan ikkinchi etajga shunaqa katta hol qilingan ekan. Bu yerda ham divanli zonalar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Birinchi xonamiz ikkinchi qavat uchun. Bolalar xonasi qilib bersanglar ham bo'ladi. Ranglari ham juda ham chiroyli tanlangan ekan xonalar. Xo'p, shuni yonginasida ikkinchi qavat uchun sanuzilimiz. Xo'p, akalar, bu zalimiz bo'ladi ikkinchi qavat uchun. Kartinalarni ham boplab qo'yibdi tanlab ranglarini. Bu yerda o'zining balkoni bor. Yana bitta ota-onalar xonasi qilingan, ya'ni spalniya qilingan. Mana bularga o'zingizlar alohida baho berib ketasizlar. Bu xonaning bitta fishkasi bor. Klientlar kelib ko'rsa, aynan shu xonada sanuzilimiz bor. Bitta ko'rib ketasizlar. Kelganda ko'rasizlar. Bu bitta fishkasi. Juda ham chiroyli qilingan. Hech qayerda ko'ringiz bunaqa sanuzilni. Xo'p, akalar, umumiy ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bo'ldi, spalniya bo'ldi, zal bo'ldi, bitta ota-onalar xonasi bo'ldi. Pastda 2 ta xona bo'ldi, zal bilan bitta spalniya. Qo'limizni ko'ryapsizlar, juda ham kattagina ekan. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Men egalar nomerini yozib qo'yaman, narx-navosini ham yozib qo'yaman. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Rahmat sizlarga kattakon. Charchamanglar, obuna bo'linglar.